Assalomu alaykum barchaga hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun qolipimizni ko'rsatishga qaror qildik. Ko'pchilik obunachilarimiz qolip qanday ishlanadi, solayotgan jarayonlarni ham ko'rsating deb aytishibdi. Shunga qaror qildik do'stlar ko'rsatishga. Hozir 4 ta tayyor qolipimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerimizni yozib ketamiz. Murojaat qilaverasizlar. Bu 108 tali qolip 8 ga 8 stakan tushadigan. Mana hozir solinayotgan jarayonlarni ko'rsataman. Mana solishyapti. Mana stakan 8 ga 8 stakan bo'ladi. 10 ga 10 tushmaydi. Ikkita qiz bir kunda 15 mingtacha solishyapti-da. Chirindimiz 3 ga 1 aralashgan. 3 arava chirindi, 1 arava turpoq. Shunday aralashtirib solinaveradi do'stlar. Bir minut vaqt ketadi. Sizlar mana ko'rib turinglar qanday chiqishini. Mana tayyor 108 ta stakanimiz. Do'stlar, kimga shunaqa qolip kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimizni yozib ketamiz.